Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 29-iyun 2025-yil Andijon viloyati Asaka tumani Zankan qishlog'idan dehqon akamizning xonadonidan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan bir dona tonnalik katta semental buqalari, bir dona bo'g'oz xunajini bor. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan laykni bosib, Telegram guruhlariga, chorva ishqibozlariga videoni podelitsa qilib qo'yishingizdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Obuna bo'lmasdan ko'ryapti turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida yetib boradi. Xo'p, buqamizga keladigan bo'lsak, buqam yosh qanaqa hozir? 2 yoshlar bo'lyapti. Kurak chiqardi. Kurak chiqardi. Ha, xullas avgustlarda 2 yilga kiradi, 2 yil bo'ladi. 4 oylikda olganmizda, 5 oyligida. 4 oy 5 oyligida olgansiz. Ashundan beri boqyapsiz? Ha, 5 oyligida. Gap yo'q, demak 1,5 yil boqib qo'yibsiz buni. 1,5 yilda mana akalar 4 oy 5 oylik buzoqni natijasi. Necha kilo chiqdi dedingiz oxirgi tortganingizda? 900 da salkam 1-2 kilo kam esim 900 kilo berdi. 98 mumkin. 898 kilo atrofida. Qancha bo'ldi tortilganiga? To'g'ri, bir hafta bo'ldi. Bir hafta. Och qoringa tortganmiz. Ha. Ichirmay hech narsa yem bermay. Demak, och qoringa 900 kilo berdi kelgan, ha? Bir hafta oldin tortilganda. Bo'ylari necha keladimi? Bo'yimi balandda. 60 meni bo'yim bilan teng. 160 keladi ekan. 70 u meni bo'yimga qadar. Bunday ko'rinadi. 160 o'lchadi. Mo'ng qaranglar. 160 orqasi bu yog'i. Gap yo'q, akalar. 1,5 yildan beri mana dehqon akamiz mehnat qilib boqyapti. Mehnati arzisa laykni bosib, kommentariya chiroyli fikrlar yozib qo'yinglar. Katta firmalarga urug'likka olaman, sigirlarimga qo'shaman degan hali yirik sigirlari bor. Akalar oladigan bo'lsa ham qo'shsa bo'laveradigan, bu hali yosh ekan. Endi kurak chiqargan holatda. Uzunligi ham asha uzun. Damasga keladigan bo'lib ketgan o'zi ham. Buqani qaranglar. Endi tashqariga olib chiqmadik, chunki bayliqda turgan mollar tashqariga olib chiqish qiyin. Shu sabab joyida ko'rsatib qo'yapmiz. Telefonda kichkina ko'rinib qolishi aniq katta mol. Katta buqa oladiganlar ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. So'yaman deganga ham umuman yo'qsiz holatda mana. Boqaman deganga hali hozir yemlagangiz yo'q-a buni? Hozir odam yeydi. Necha kilo yeyapti? Birlagan ketaman kechqurun kunjara qolgani anaqa. Baytirablikka. Aralashma beryapsiz. 3 kilo, 5-6 kilo. 5-6 kilo kuniga. Balki 10 kilo Tortib ko'rmagansiz. Lekin haligi moldan ja ko'p niqa bormadik. ha, holat top qilib berilyapti. Gap yo'q. Qarang, yuvoshligi zo'rmi? Yaxshi. Sigirlarga qo'shib yuborsa ham yuraveradi tazayonda. O'zlari qo'l bola qilib akani boqqan buqalari. Akalar, realniy mana. Bunimiz xunajini? Xunajini. Bo'g'ozi? Bo'g'oz 7 oydan o'tdi. 7 oydan o'tdi. 7 oy deganiga 1 oy qoldi. Demak, 1 oy oldin tekshirtirgansiz, 7 oylik degan. Birinchi qoringa bo'g'oz toza semental. Kurak chiqargan. Xunaji, hali kurak chiqargani yo'q. Bu yoshnaqa 150 o'lchab berasizmi? Bo'ldi, hozir metr topib o'lchab beradi akalar. Manaqa baribir hali bitta akamiz yozibdi kommentariyaga, bu bloger bari qimmat mollar topib oladi deb. Qimmat mollar emas akalar, toza mollarda. Chunki kimgadir tavsiya qilgandan keyin olib boqib, bu yoq baraka topadi, baraka ham topadi, maza ham qiladi. Birinchi o'rinda maza qilib boqadi. Mana qaranglar, sigir qilib olaman, birinchi tumsasidan bo'lsin, o'zim ancha yil bolalarni olaman deganlarga tavsiya qilamiz. Kelib ko'raverasizlar. Qani? 45 ekan. 1.45 oldidan. Oldidan 1.45. Interesiya, buqani ham bitta ko'ringchi. Buqani qarang, o'ta bahaybat buqa bor-ku. 55 yuqorimi, 60 yuqorimi? 55 ekan, ha? 55 ekan bu. Arqasi baland, ha, arqasi 1.60 dan baland keladigan. Realniy bo'ybaslarni ko'ryapsizlar. Bunimiz demak 7 oylikda o'tgan naq bo'g'oz, ha? Ha, 7 oylikda o'tgan yillarda. Ostlari sekin, mana endi
mahsulotga qarab boryapti akalar. Ustida ko'rsanglar yoqadigan, misol mana sortini, tozaligini ko'rib turibsizlar. Tuyoqlari bir joyda turgan bilan tikka stakan tuyoqda turibdi. Zagon bo'lib, ikkalasi ham, toni ham tozasi. Xo'p, buqaga nech pul narx aytamiz buqaga? Qaraylik, oyoqda. To'sin deb yotibdi-yu. Ya endi dedingiz ayting. Dedingiz ayting, nech pul qo'yamiz? Nech pul qo'yamiz? 65 yil so'rayapti. Turishiga. Turishiga. Tarozgachi Hozirga ham berib olaman. 65 mingdan. 65 mingdan tortib beraverasiz. Tortib berib olaman. Yana savdo qilsa kelishilaveradimi? Kelishilaveradi. Ozgina xayri bor. Xayri bor. Akamiz dehqon, qimmat aytdi, arzon aytdi qilmaylik. Realni oladigan odam ustiga kelib savdo qilaveraylik. Xudo xolasa, Mehmon bozorni o'zinglar ha, xudo xolasa savdo qilsa ish bitadi. Xunajinimizgachi? 55 ham Mana qarang. Xunajinga 55 million. Kam bor-a? Ha, xayri bor. Chiroyli qilib o'tib berasizmi? O'tib beriladi akalar. Savdolashib olaverasizlar. To'g'ri. Yaqin qilib aytilyapti, lekin chiroyli qilib o'tib kelishtirib beriladi. Muhimi ustiga kelib ko'rsanglar, mol yoqib qolsa, yanim rosa qilib olaverasizlar. Nomerlarni ozak aytib qo'yaylik. Ko'ring nomerni. Hozir o'tib, oldi tomonlaridan ham ko'rsatib qo'yaman. Bo'l, ekranga yozib qo'yamiz. Ekranlarga yozib qo'yamiz akalar. Telefon qilib kelib savdolashib olaverasizlar. Telegram gruppamizga lokatsiyalarini tashlab qo'yamiz. Uni olib borib sigir qilaman degan odamga lekin bir dunyo sigir bo'ladi. Xudo xolasa buni bergan bolalari ham manaqa bo'ladi. Anaqa Chimatilla Telefon qilib kelib savdolashib olaverasizlar. Bu qaraylar. Xudo xolasa hammaga nasib qilsin, hammani xonadonida bo'lsin akalar. Shunchaki to'g'risi o'zim havas qildim. Havas qilganlar like bosib, tanish bilishlarga videoni podelitsa qilib yuboringlar. Qani oyoqlari o'ta polvon. Zo'r ekan lekin. Imkoniyat bo'lganda tashqariga olib chiqib, bularni sizlarga juda chiroyli qilib ko'rsatardik. Vaziyatdan kelib chiqib ko'rsatib qo'yardik.